Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda ayrim harbiy xizmatchilarga har yili 41,2 million so'mgacha moddiy yordam berilishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasini mustahkamlash maqsadida qator yangi nizomlar berilishi kutilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 13-maydagi majlisida harbiy xizmatchilar maqomi va ularni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi va qabul qilindi. Mazkur qonun loyihasi harbiy xizmatchilarning huquqlari, imtiyozlari, kafolatlari hamda ularning majburiyatlari bilan bog'liq munosabatlarni kompleks tartibga solishni nazarda tutadi. Xususan, qonun loyihasida O'zbekiston Qurolli Kuchlari tarkibiga kiruvchi vazirlik va idora harbiy xizmatchilarining huquqiy maqomi, huquq va majburiyatlari, javobgarligi, shuningdek, ular va oila a'zolarini ijtimoiy va huquqiy himoya qilishni aniq mexanizmlari belgilab berilmoqda. Loyihaga ko'ra, harbiy xizmatchilar uchun davlat tomonidan kafolatlangan huquqlar, erkinliklar, qonunchilik hujjatlari bilan belgilangan imtiyozlar, cheklovlar, majburiyatlar va javobgarlik majmui harbiy xizmatchilar maqomi deb belgilanmoqda. Hujjatda harbiy xizmatchi maqomiga ega bo'lish va uni bekor qilish tartibi, xizmatni o'tashning o'ziga xos xususiyatlari, xizmat imtiyozi va xizmat majburiyatlariga doir talablar aniqlashtirilmoqda. Qonun loyihasida harbiy xizmatchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari alohida o'rin olgan. Jumladan, ularni moddiy ta'minlash va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, uy-joy bilan ta'minlash, majburiy davlat sug'urtasi, pensiya ta'minoti, xizmat vazifasini bajarish chog'ida jarohat olgan yoki halok bo'lgan taqdirda kompensatsiya to'lovlarini amalga oshirish kabi muhim kafolatlar qonun darajasida mustahkamlanmoqda. Shuningdek, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy hayotini mustahkamlash maqsadida qonun loyihasida qator yangi nizomlar ham nazarda tutilmoqda. Xususan, harbiy xizmatchilardan bo'shatilgan va xizmat yillari 20 yildan kam bo'lmagan harbiy xizmatchilarga yiliga bir marotaba sanatoriy kurortlarga 75% imtiyoz asosida yo'llanma olish imkoniyati yaratilmoqda. Bunday yo'llanma narxining 25% harbiy xizmatchi hisobidan, 75% esa tegishli vazirlik va idoralarning budjet mablag'i hisobidan qoplanadi. Shu bilan birga, mazkur qonun loyihasi bilan harbiy xizmatchining baxtsiz hodisalardan zarar ko'rganligi yoki vafoti munosabati bilan harbiy xizmatchilariga yiliga bir marta bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha, ya'ni 41,2 million so'm bo'lgan miqdorda moddiy yordam to'lash imkoniyati yaratilmoqda. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.